Dexter, Rosler, Adem, Vijonim, o'rnomuz va sha'nimni o'rtaga qo'yib, tantanali ravishda qasamyod qilaman. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yangi O'zbekistonimiz taraqqiyoti yo'lida tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlashdek muqaddas burchni sharaf bilan ado etishga bel bog'lagan Milliy gvardiya bo'linmalari saflarida xizmat qilishga shay bo'lib turgan jasur va vatanparvar yigitlarimiz 25-aprel kuni vatanga qasamyod qabul qilishadi. Ushbu tantanali marosimlar mamlakatimizning barcha hududlarida, xususan tarixiy va madaniy obidalar, muqaddas qadamjolar hamda jahon hamjamiyati e'tiborida bo'lgan maskanlarda yuksak ma'naviy ruhda va keng ko'lamda tashkil etiladi. Hurmatli ota-onalar va yurtimiz mehmonlari, sizlarni ushbu unutilmas va sharafli tadbirga taklif etamiz. Farzandlaringiz hayotidagi eng muhim va faxriy lahzalarga guvoh bo'ling. Tantanali marosimlar quyidagi manzillarda bo'lib o'tadi. Toshkent shahrida Yangi O'zbekiston bog'i, Amir Temur va adiblar xiyobonlari, Xalqlar do'stligi san'at saroyi maydoni, Shahidlar xotira maydoni va Qurolli Kuchlar muzeyi hududidagi Vatanga qasamyod monumenti oldida, Toshkent viloyatida Vatanparvar bog'i maydonida, Andijon viloyatida Zahiriddin Muhammad Bobur bog'i maydonida, Namangan viloyatida Isoqxon Ibrat majmuasi oldida, Farg'ona viloyatida Al-Farg'oniy istirohat bog'ida, Qo'qon shahridagi Xudoyorxon o'rdasi majmuasi maydonida, Sirdaryo viloyatida Bilimdonlar maskani hududidagi Alisher Navoiy haykali oldida, Jizzax viloyatida Hamid Olimjon va Zulfiya xiyobonida, Samarqand viloyatida Amir Temur maydonida, Navoiy viloyatida Alisher Navoiy istirohat bog'idagi Alisher Navoiy haykali maydonida, Buxoro viloyatida Ark qo'rg'oni maydonida, Qashqadaryo viloyatida Vatanparvar bog'i maydonida, Surxondaryo viloyatida Alpomish haykali maydonida, Xorazm viloyatida Jaloliddin Manguberdi haykali maydonida va Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridagi markaziy maydonda bo'lib o'tadi. Yana bir bor eslatib o'tamiz, ushbu tantanali tadbirlar 25-aprel kuni soat 8:00 da boshlanadi. Sizlarni ushbu unutilmas, yuksak vatanparvarlik ruhidagi faxr va iftixorga to'la marosimda kutib qolamiz.